Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugünkü ıslahı 2022 yıl 3. ayının 14. günü. Endeki mavzumunda Rusya bilen Ukrayna'nın 4. qatımlıq söhbəti zor ilgirləş hasıl qilishi mümkün. Mavzulu xabar 3. ayının 14. günü Cumhuriyet Nazaret orbiti ilan qılındı xabar. Mındaq başlar. Rusya 6 türlük talep oturup koydu. Rusya ile Ukrayna'nın 4. qatımlıq söhbəti yakında başlandı. Bugün başlandı zaten. Rusya Tashqi ishlar Ministerligi bugün 3. ayının 14. günü mundaq ko'rsatdi. İki taraf imzalagan kelishimni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Bexatarlik Komiteti tasdiqlashi mümkün. Moskva taraf Ukraynaga askar chiqarishning sabablarini natsizmdan xalos bo'lish deb tushuntirib keldi. Ukrayna matbuotlarının növbətdə diplomatiya hüccətdir tayinib aşkarlışığa asaslanğanda keçirinlər vətəndaşlar. Aşkarlışığa asaslanğanda Rusya 6 türlük talep oturuğa koydu. Hem de bir kısım məzmunlarını Ukrayna asası kanunuğa kirgizishi kerak deb talep koydu. Rusya Tashqi ishlar Ministerligi Xalqaro Gruppasi Mahkamasining boshlig'i Pyotr Ilichev Rusya sun'iy hamra agentligiga mundaq dedi. Növbəti iki taraf konkret kelishim hosil qilmadi. Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Komitetining rasmiy belgileme orqali bu kelishimni muqimlashtirish qaror elishning vaqti taqa bo'ldi. Bu voqea taraqqiyotidagi mumkinlikni chetga qoqmaydi. O mundaq ko'rsatdi. Garchi Minsk kelishimi Birleşken Devletler Teşkilatı 2002 numurlu qaror bilan tasdiqlangan bo'lsin. Lekin bu qaror Ukrayna tarafından kelishimni ijro qilish ahvoliga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Rusya bilan Ukrayna bugün 3. ayının 14. günü yeni bir növbətlik söhbət ötküzüşni planladı. Söhbətdə bura iki taraf ümidvarlıqlı ifadələdi. Bunun da iki devlet prezidentlerinin söhbət ötküzüşni çək taxılı olmaydı. Rusya uruş toxtutaş doğrusunda 6 türlük talep oturup koydu. Bu taleplerin 5 türlüğünü Ukrayna'nın asası kanunuğa kirgizishni talab qildi. Birinchi, Ukrayna NATOga a'zo bo'lib kirishdan voz kechib, betaraf turishni saqlashi kerak. Shundoq bo'lganda Rossiya Ukraynaning bexatarligiga kafolat qiladi. Ikkinchi, rus tiliga Ukraynada aloqador taraflarning ikkinchi turlik til bo'lish o'rnini berish kerak. Rus tilini cheklaydigan barliq cheklimlarni bekor qilish lozim. Uchinchi, Rossiyaning Krimiyaga egilik huquq yurgizishini e'tirof qilishi kerak. To'rtinchi, Ukrayna Donetsk Xalq Cumhuriyati va Lugansk Xalq Cumhuriyatining mustaqil o'rnini e'tirof qilish kerak. Beshinchi, Ukrayna natsizmdan xalos bo'lishi va radikal millatchilikni cheklashi lozim. Natsistlar va yangi natsistlar partiya guruhlari va ijtimoiy tashkilotlarning faoliyatini va hozir mavjud bo'lib turayotgan natsizmni güzelleştirish va yangi natsizm to'g'risida belgilangan
qonunlarni amaldan qoldirishi kerak. 6. Ukrainani harbiysizlashtirish. Hujum qilish iqtidorli harbiy qurol yaroqlardan butunlay voz kechish. Harbiy ishlardan xoli rayon aylandi. Bu bir davlat-ku, Ukraina bir davlat. Ana bu 6 turli talabni siz tasavvur qilib boqing vatandoshlarga, o'zimizni bir sinab boqaylik. Ukrainani prezident Zelenskiy qabul qilamdi bu 6 talabni.